Assalomu alaykum. Beshqovoqli obyektimizda ham oshxonalarimiz partu qismlarini ham chiroyli qilib berganmiz. Xudo xolisa, ko'rib turganingizdek, pollarni ham o'zimizning mesni 60-60 angren kafillarimiz ham o'tga sanuzul oldi-orqa o'zimizning pechkamizda qo'yib qo'yilgan. Bu ponni kafil terib berganmiz o'tga ham. Juda chiroyli chiqqan. Ichkarida sanuzullarimiz mana. Sanuzul qismlaridan xudo xolasa mana bitta to'rida kir mashina, dush qismimiz, moyka. Dushlar razmeri keladigan bo'lsa 95 ga 1.10 bo'ldi. Shu xona razmeridan kelib chiqilgan holatda qildi. Xudo xolasa juda chiroyli ishda traplarimiz ham bunaqa tarafidan xudo xolasa mana butlar ham xuddi shunaqa traplarimiz ham juda chiroyli chiqqan. Titanni bu orqa tomoni mana ko'rib turganingizdek. O'z fikringizni kommentariyada qoldiringlar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, xudo xolisa aloqaga chiqib qo'yinglar. Bandirlarimizga keladigan bo'lsa, bandirlarimizni ikkilib qo'yib berganmiz, mana chiroyli qilib. Kimdirlar 45 gradus xohlamaydi. Bunga biz ikkilib qo'yib berganmiz. Bu ham o'ziga yarasha juda chiroyli chiqadi.